Assalomu alaykum hurmatli qudalar va qudag'aylar. Sizlar bilan men Monster.659, ya'ni qudag'ay Ilhomjon Ikromovich O'zbekistonda, ya'ni vatanda. Qudag'ay mana shu ro'za Ramazon kunlari, shu yaxshi kunlarda bir niyat qilib mana bu benvalarni bittasini otangizga yo onangizga sovg'a qilishni xohlaysizmi yo shu benvalarni pulini? Unda siz ekraningizda ko'rib turgan 3675 raqamlarimizda Sberbank bor. Bilet narxi 5000 rubl, bilet soni 5000 ta qudag'ay. Yaxshi kunlarda bir niyat qilib bilet olib ko'ring, niyatingiz xolos bo'lib, baxtingiz baxmal guldek bish etib ochilishi bu aniq qudag'ay. Bu 6 ta benvadan tashqari 2 million rubl pul qo'yilgan. O'zbekistondan turib qanday bilet olamiz degan qudag'aylarimga men O'zbekistonda, ya'ni vatanda ekraningizda ko'rib turgan karta raqamlar, o'zbek kartasi. To'lovni qilasiz 3675 raqamlarimizda Telegram, chekini Telegramga jo'natasiz, momentalni bolalar sizlarga chek yozib, bilet yozib beradi. Tak что men Peterga qaytishim bilan sirazi finalni qilamiz, mashinalarni va pullarni egalariga topshiramiz. Xohlasangiz kelib borib mashinangizni olib ketasiz, meni qo'limdan qudag'ay. Xohlasangiz mashinangizni pulini sanab olib surasiz qudag'ay. To'ylar muborak, biletlar soni qaytaraman. 5000 ta biletlar narxi 5000 rubl qudag'ay. 3675 raqamimizda qudag'ay Sberbank, 3675 raqamimizda Telegram. O'zbekistondan turib bilet olmoqchi bo'lgan qudalarim va qudag'aylarimga manaki o'zbek karta to'lovni qilingizlar, chekini Telegramga jo'natingizlar. I love you. Samarqandda ko'rishguncha. To'ylar muborak.